Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Solo FF. Alloh uchun shukrlar jigarlarim. Bugun sizlar bilan yangi kelgan Angelstonni aylantirib ko'ramiz va qancha almazga tushishini ko'rib, hozir sizlar bilan aniqlab olamiz. Va sizlarga bitta yana yangiligim bor. Men endi har video chiqazganda shunaqa qilmoqchiman. Rozыгрышli o'yin qilmoqchiman. Menga obuna bo'lib, kommentariyaga o'zingizlarning ID'larni yozib qoldirib ketsanglar, men randomli odamlardan bittasini tanlab olib, unga akkauntiga almas tashlab beraman. Va unga almas tushdimi yo'qmi, bu haqida Telegram kanalimda ham isbotlarni tashlab o'tib ketaman. Telegram kanaliga qanaqa o'tadi desanglar, mana mana shu silkani bosib o'tishinglar mumkin yoki videoni tagida silka qoldiraman, shu orqali o'tib Telegramga ham qo'shilsanglar bo'ladi. Tak. Menda to'ys Angelishton umuman yo'q desam yolg'on bo'lib qoladi. Bitta bor, oq Angelishton bor. U ham bo'lsa qiz bola personajga bor. O'g'il bolaga umuman yo'q. Anchadan beri xohlardim, anchadan beri orzu qilardim desam bo'ladi. Kichkina orzu-da, как бы tipi. Xudo xolisa sizlar bilan aylantirib, nechtamizga tushishini guvoh bo'lamiz. Agar siz ham Angelishton olgan bo'lsangiz yoki jackpot aylantirib nechtaga tushirgan bo'lsangiz, kommentariyaga обязательно yozib keting. Obuna bo'lib, ID yozsam esdan chiqmasin. Hammaga приятного просмотра. Сейчас shunaqa deydi. Короче, men boshladim. Так, bizda bu yerda yangi chiqqan nima qanaqa rang? Siyoh rang. Men altiradigan короче Angelishton, yashil Angelishton va qizil Angelishton va xuddi shuni qiz bola personajlariga ko'rishingiz mumkin. E'tibor qiling, menda bittasi ham yo'q. Mana bitta dona bor, qiz bolaga oq Angelishton, lekin u bu yoqqa chiqmagan. Meni o'zimning skratimda turibdi. Ko'ramiz, aylantiramiz, qanchaga tushishini ko'rib guvohi bo'lamiz. Qani bo'lsam, let's go. Bismillahirrohmanirrohim. Men boshladim. Tak, xarosh. Boshlanishi yomon emas. Tak, 22 ta jeton. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Bu jackpot aylanib tushmasa, biz obmenga kirib, mana obmen jetonga olsak bo'ladi. Imенно men mashina olgim kelyapti deyman-u, atak yashil bilan qizil ham bo'laveradi. Короче, aylantiramiz. Go, let's go. Ketdim. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchisiga ham tushmadi. Uchinchisini aylantiramiz. Ketdi. Tushdimi? Серьезно? Ё-моё! Voy, блин. Voz emotsiyalarni sizlarga ko'rsatib olmayman. Nevaro chat просто yo, alhamdulillah, alhamdulillah. Qaranglar, блин, nechtaga tushdi? Блин. Блин, bor. Ikkinchisi 90-chilik. Блин, menda nechta emas. To'xtanglar. Nechta almas bitta ko'rib oling. Subhanalloh, tushdimi? 2447 ta almasdi. 3 ta aylantirdim. Yo, bilmayman boru. Men buni mingtadan ko'pga tushadi deb o'yladim. Eng qizig'i chat o'tgan bundan 2 yil oldin, где-то 2024-yil oq Angelishton chiqqanda, kim eslorsa, o'shanga men 2000 tadan oshiq almas ishlatganman, tushmagan. Siqilganman men, chat, siqilganman tushmaganiga. O'tda просто chizamizga, men professionalmazga yangi chiqqan Angelishton tushiraman. Yo'q, блин, эмоционально, блин, я не знаю, эта эмоция не могу вам показать, понимаете, о чем я говорю, пацаны, блин, lekin вообще кайф, rahmat, alhamdulillah. Murod, bana qara, Murod. Botsan, alsan, soching kalsan, rot. 2 hours later. Chat, короче. Jiddor. Chat, короче, ozgina qizishib ketdik. Asalcham yozib qo'ying jigar chatga, hamma bilan salomlashib yuboring. Jonim o'zim. Davay. U saat 10 soat yozadi.
Assalomu alaykum. Meni erim bo'ladi bu Abu akam. Oy jigar. Mayli chat qizishmaymiz. Bu asal meni jigarim hisoblanadi. Bunga hech kim bermayman. Ketdi. Bizni jackpot talantirish davom ettiramiz. Chat qani? Biz hozir chat endi. Biz hozir 336 ta almas aylantirdik. Bizda hozir общий jeton 35 ta. Tak, YouTube'da ko'rdim. 1200 tadan oshuvga уже jackpotda jetonidan beryapti. Hozir biz ham bismillah bosamiz bo'lmasa. Ketdan qizil anglishdan olishga nasib niyat bor. Evolyutsiya olsam bo'lardi, lekin mana asalim evolyutsiya qizil olsangiz dadosh bo'lib yuramiz dedi. Dadosh. Unaqa yozmay bilinib qolyapti. O'g'il bolaliging. Bo'pti, davay. Aylantire cho'zilormi? Hozir jigar. Ketdi Anglishton. Chat. Tak, 10 ta, uy, хорош. Chat, bizga 10 tadan tushdi. Уже jetonlar ko'payib qoldi. 52 ta jeton plus 17 ta, хорош. Общий hisobda 1999 ta almas qoldi. Biz to'g'ri aylantirdik. 1212 ta ketdi. Bismillah. Uy, yana tushdi Anglishton. Anglishton tushdi. Anglishton tushdi o'g'il bolaga. Plus hozirgi tushirgan Anglishton yana tushdi. Bo'pti. Bunaqa emotsiyalar to'g'risi xafa bo'lmaysizlar, ozgina jinnim tutib qoldi. Anglishton biling. Bu chat tasavvur qil Murod 600 ta almasga men yangi chiqqan Anglishtondan 2 marta tushdi. 2 marta. Zil Anglishton ham tushdi. Chiqar. Chat qarang. Men sizlar uchun chat. Bu yashil Anglishton ismi o'zim otaveraman. Chat qaranglar. 180 bitta bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana 180 bitta turibdi. Endi hechlik mumkin. Qanaqa qilgan olmoqsan deb chat qarang. Mana bu kiramiz, men luq emasman. Qaranglar chat. Mana. Chat mana 40 bitta bor mana. Assalomu alaykum. 39 ta alasak bo'ladi adminga. Tak, chat aylantirishni davom ettiraman. Keyingi 5 talikni bosib ko'ramiz. Bizga agar yashil Anglishton tushsa juda ham katta udacha bo'ladi. Qani ketdi, bismillah. Yo'q, tushmadi yashilanga va oxirgi mana hozir biz 200 общий hisobda tak 600 ta almasdan 2 ta plus jeton, 10 ta plus jeton, 2 marta aylantirdim. Yana hozir 100 ta aylantirsam, menga tushishi mumkin. Yashil Anglishton. Tushsa lekin men portlab ketaman просто. Bismillahirrohmanirrohim ketdi. Va shuning bilan bizani Anglishtonga bo'lgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingdek, общий hisobda men nechta almas ishlatdim? Hozir 615 ta almas ishlatdim. Chat 615 ta almas ishlatib, men 2 marta yangi kelgan Anglishton, fioletli Anglishton va 1 marta qizil Anglishton va plus chat menga mana 200 bitta jeton. Hozir men yashilidan olsam bo'ladi. Yashilidan yoki hamdan olsam bo'ladi. Yo'kida men bu yerga kirib оружиеga olsam bo'ladi. Yana bitta bosarsam men yengisidan olsam bo'ladi. Mana 200 ta tayyor. Bossam bo'ladi, men bo'lib ketadi. Yoki yashil Anglishton olganim yaxshimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaning fikrlarini o'qiyman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan solo bo'ldi. Bu bilmayman, omad keldi. Juda ham omadli bo'ldi. Juda ham xursandman. Hammaga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bilayman, kiymadim mana. Ikkitasi turibdi.